hop qaranglar, kuz fasli kirib keldi. Kuz fasli kirib kelganda nima qilish kerak? Kartoshka, sholg'om, chesnok immunitetni ko'tarish kerak, qaranglar. Eng zo'r sizlarga men mahsulot aytaman. Juda ham a'lo darajada o'pkangizga, immun tizimingizga, yana bronx yo'llaringizga. Bu o'zimizni bobolarimizdan qolgan haqiqiy sholg'om bo'ladi. Sholg'om ikki xil bo'ladi. Qizili bo'ladi, sarig'i bo'ladi. Iloji bo'lsa sarig'ini pishganini olasiz. Iloji bo'lsa qaynatma sho'rva qiling. Sho'rvaga 4 tagina sholg'om tashlang. Sholg'om tashab buni olib sholg'omni o'zini yaxshilab pyure, kartofelni pyurega o'xshab ketadi. Pyure qilib, suvni ham iching, o'zini ham iching. Siz o'pkangizni ham tozalaydi. Plus yana bronx yo'llaringizni shamollash bo'lsa ham oladi. Yana ikkinchi yo'li ham bor. Ikkinchi yo'li qasqonga dimlash yo'li bo'ladi. Bu ham zo'r yordam beradi. Olasiz, uni ham maydalab iloji bo'lsa och qoringa, nohoriga bitta, ikkita o'rtacha sholg'om iste'mol qilib yuring. O'pkalaringiz astmatik odamlarga ham tariximizda, istoriyamizda bo'lgan, shu o'pkasida 70% parajon odamlarga ham o'sha o'zimizning mahsulotlardan tashqari yana buni ham tavsiya qilganmiz. Buni ham iste'mol qilgan, natijaga erishgan. Xudo shifo bersin hamma.